Ben alay. Bular nima degan omaq? Abbas, mağayli. Tez. Al ilri, bularni rastla ip ketamdi. Acep omakken. Xanish ko'rsa, cho'qim xush bo'ladi. O'rda qaytaylik. Nasriddin aka, men o'tirgan bu o'tcho'plarni toshqan yoqtirammi? Böceller cho'qim yoqtirib yeydi. Bu böcek qanchalik bo'ldi? 3 oylik bo'ldi. Ömer, böceklarni ko'rdingmi? Nasriddin aka, Ömer qani? Bayılı bar edi o. Ömer! Ömer! Sizlarni qo'rqitibman-da. Bo'ldi Ömer. Unda qilma, böceklarni qo'rqitibsan. To'xtab turinglar. Nasriddin aka, siz yana 3 böcek bor degan edingiz-ku. Shundoq. Yiliq kuni rostli 3 bar edi. Toshqon ona nima degan bechora? Bolalari yo'qolib ketib, ruhi chiqib ketgandek bo'lib qopti. Ularga yordam beraylik-chu. Qarang-a. Kim biladi, böceklarni bo'ri yeb ketdimi o'tixi? Ömer, bo'ldi undaq gaplarni qilma. Böceklar balkim o'ying'ili chiqib, uyiga qaytqisi kelmadimikin? Atrofni yaxshiroq kuzatib boqaylik. Qaranglar, bu yerda oyoq izi bor ekan. Böceklarni birarsi o'g'irlab ketdimi nima? Endi qanday qilamiz? Avval Toshqonni uyiga olib ketaylik. Qog'ini qaytgandan keyin bir gap bo'lsin. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Qayt o'xshab keldingmi? Mana. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Bugun atigan savdan bek yaxshi bo'ldi. Qadrli Nasriddin, ajab parishon ko'rinasan-ku. Birasi bu yerga böcek sotqili keldimmi? Yo'q. Gulnar, ansirmang. Biz böceklarni cho'qim topa olamiz. Endi o'rdiq qaytay. Begim yana kelasiz. Abbas aka, to'xtab turing. Bilishimcha, uyingizda armak hayvonlar yo'q edi-ku. Qafas ilib nima ish qilasiz? Buni Shohim böceklar uchun buyurtgan. Amaliyot Shohimiz bakli mehribon. Aslida böceklarni podshoh o'g'irlab ketibdi-da. Toshqon onaning ko'nglini o'ylabmi qo'ymaganini qara. Oliylari aslida buni yaxshi ko'ngli bilan qilgan. Shoh oliylari böceklarni Toshqon onaga qaytirib bersin. Bo'lamdi? Men sizlarni shoh bilan ko'rishtiray. Qog'inni o'zinglar hal qilinglar. Omaq böceklerim, kelinglar, o't yanglar, ha? O't yanglar. Böceğin kaçmayın, ziyan yetkizmeyin ben. Onu tutunlar. Onu yarlandırıp koymanglar. Kaçsak ki. O taraf kaçtı, tez kullanlar. Tutup aldım. Nasriddin, sen ne mi dep geldin? Aliylari, sizlar bizga toshqonlarga chiqilmaslik to'g'risida va'da bergan-ku. Nemishqa ularni tutib keldilar. Ben ularni ishtim qilmadim. Shu toshqon onaga yordamlashyapman. Ularning oilasini parchalab o'tganliklarini bilamdilar. Toshqon ona bolalarini topolmay shundoq azoblanib ketdi. Onaning baliq bo'lgan muhabbati eng ulug' muhabbat. Bu bo'ladi. Biroq men o'rniga faqat bir böcekni kelgan. Agar sizlar qolgan böceklarni tepib kelalasanglar, ondan men buni toshqon onaga qaytirib beraman. Bo'ladi, tutishdik. Biz cho'qim topalaymiz. İzdanglar. Aliylari, Toshqon ona bekmi bechor bo'lib ketibdi. Nemishqa böceklarni ularga bir xil qaytirib bermaymiz? Xonish oyim, Nasriddinning yana qanday karomati bor ekan bir ko'ray. Nasriddin aka, Toshqon kun bo'yi o't cho'p yemadi. Nasriddin, bir amal topsam-chu. Podshoh bizni qasddan sinayotdi. Bundaq izlab uni tepish mumkin emas. Nasriddin aka, biz qanday qilamiz? Toshqonni ash yurishi qarab turardi. Men borsa. Abbas aka, kelib qopsiz-ku.
Bizga haqiqiy ahvolni aytib bering. Podshozod qancha böjeni tutib ketdi? Ma'qul, aytib beray. Jami 3 böjen o'zim tutgan. Qolgan ikkisini xonish beqiyotdi. Abbas aka, bu gapingiz rostmi? Ha, topdim. Canım balam, sana neyim bo'ldi? Nimaga buncha yig'laysan? Hurmatli xonish oyim, böjenning onasi 2 kundan beri ishlamaydi. Uni og'rib qolamı deb ansirayaptiman. Hurmatli xonishayim, shafqatli qo'llaringiz bilan beshimizni silab qo'ysangiz. Bo'ladi, balarimizga qanday yordamim kerak? Sizlar bek oq ko'ngil kelsizlar, cho'qim yordam qilib, böjenlarni onasiga qaytarib beraman. Birodarlar, ish bitdi. Plan bo'yicha ish ko'ringlar. Ko'pchilik bahuzur o'ltiringlar. Böjenim, sen nerede? Böjenim, sen nerede? Bu yaxshi, men yemayman. Böjen! Böjenim, qayerligingni bilman. Bo'ldi, yo'shirdi, amma tez chiqqa. Böjen! Bu yoqqa chiq! bu yoqqa chiq. Yo'shirdim ama! Nima qilyapsizlar? Ha? Voy, nimani qilsiz? Böjen asasan bu yer ekansan-da. Seni tutib oldim. Kechirsizlar, xatolashibdiman. Nasriddin, nima ish qilyapsan? Podshoh olam, biz qolgan ishki böjenimni topgan edik, biroq ular qochib ketdi. Ularning o'rniga qarab qochganligini ko'rdik. Nasriddin aka, böjenlarni topdik. Mana. Biz böjenlarni topdik. Endi u va'dlarda turdiganlar, yollardagi bu böjenni mo qaytirib bersizlar. Mening yana bir shartim bor. Ha, yana qanday shart u? Alilari, qani, tapaqsizlar. Agar sen qaysinin aka, qaysinin tish ishganligini aytib bera olsang, bu böjenni senga berishga qo'shilaman. Bu böjenlar pek kichik tursa, buni qanday bilgili bo'lsin? Ayrilolmagan ishkansizlar gapni osqirib chiqib ketinglar. Tezroq amal topaylik-ku. O'ylanib baqay. Ha, topdim. Hurmatli alilari, ma'o tipchaklab turg'ani erkak. Avo ko'zlari xumalishib ketgan tishi böjenkan. Ay, Nasriddin aka, menga yomon. Erkak toshqanning puti jalliq, tishining ko'zi xumaliq. Sizlar saxovatli bo'pli qama yenmayt parasatlik balla ekansizlar. Ma'qul, sizlar ep ketinglar. Nasriddin, aliylari, mening kavobim ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan bir amalim bor. Toshqan onani o'rniga ekib qo'ysa qandaq? Mushundaq bo'lganda toshqan ona o'xshashli bolalar bilan jam bo'la oladi. O'rtada ular yaxshi bek qiladi. Böjenlar texmi teman cho'ng bo'la oladi. Ha, xonish atrofda o'ylaydi ekan. Gulnar, xonishning degani to'g'ri. Böjenlar uchun bo'lsa-mo toshqan onani o'rniga ekib qo'yaylik. Shunday qilaylik. Xotirjam bo'linglar. Böjenlarni ko'rginglar kelsa, xohlagancha kasanglar bo'ladi. Podshoh alilari, sizlar mehribonlik bilan o'z saxovatlarini namoyon qildilar.